Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrdonlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ana yana bir navbatdagi fayzli xonadonimizga naves ustanovka qilib berganmiz. Bu navesimiz 37 million so'mga bitgan. Bu navesimizni qisqacha obzor qiladigan bo'lsak, bu Farg'ona viloyati O'zbekiston tumaniga ustanovka qilib berganmiz. Bu navesimiz 18 metrga, eniga 5,5 metr joyga ustanovka bo'lgan. Bu navesimizning xori qismlari 4x4 profildan lazerli variant taqib ishlab berganmiz. Bu naves ketgan profillarimiz 1,5 stenka burchaklariga kashak gullarini qo'yib, chiroyli qilib ustanovka qilganmiz. Bu navesimizning stoykalari 1,7 stenadan 8x8 lik qalin materiallardan bezuloq holatda ishlab berganmiz. Firma qismlariga keladigan bo'lsak, 4x4 dan 1,5 stenadan qilib berganmiz. Eski ullariga ramashkalarni qo'yib, chiroyli qilib ustanovkasini qilib berganmiz. Bu navesimiz 3 qavatdan iborat. Birinchi qavatiga fanera qo'yib, ustiga stiklavata qo'yib, tunukalarni qatirib berganmiz. Ko'rib o'zlaring bir baho berishlaring mumkin.